Keling, mana salafan neksiyalar arzon bo'lib ketdi. Keling. Savdo qilmasak bo'lmaydi. Qanday bo'ladi savdo qilmasa? Savdo qilmay boshqa olib bo'ladimi? Tova keling o'zi. O'zi bilan qilamiz savdosini. Nima farqi bor? Vijir qo'yamiz. 2023 kraska toza xudo xolisa. Nima muammosi bor buni? Muammosi yo'q xudo. Faqat minish kerak. Benzingami? Benzin. Rizut so'ralayotgan ekan. Onlayn savdo qilamiz bo'lmasa tog'a. Uzoq masofadan turib. $16,000 yurgan dedingizmi? 16,000 halol xudo xolasa. Xarajatlari qilingan, bitta gaz qo'yish kerak, faqat balon qo'yilgan. 120 dan pastga bo'ladimi yo'q? Bo'lmaydi, ha? 120 dan yuqoriga gapirsa bo'ladi. Yuqoriga gapirsa bo'ladi. Hozirda aylantirib obzorni qilamiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 16,000 halol probeg degan, kraskasi top-toza ekan. Akamiz hozir endi ozgina tanovul qilayotganliklari uchun savdo qila olmadik. Uzoqda turib ma'lumotlarni umumiy qilib oldik. 130 million so'm so'ralayotgan ekan. 120 dan pastga bo'lsa gaplashib bo'lmay ekan. 120 dan yuqorisiga bo'lsa kelib gaplashsa bo'ladi.